Mana bu yerda mevasi bilan sotiladimi bu? Ha, mevasi. Mana mevasi bilan sotilar ekan, tayyor bodring ko'chatlar bor ekan, ey. Kamera o'rnatish boshqa yerda qolib ketdi. O'zim bu narsalarga qiziqaman. Ey, tadbirkorlik shu gul sotish bilan shug'ullanganlarni ham bular hamkorlikka chaqirishar ekan, bemalol kelib, shu yerda olib foydalansangiz bo'lar ekan. Hozir biz ham uyga 5-6 yashni olib ketamiz mana. Ey, xudo xolasa go'zallik shaydolari mana kelaversa, mana o'sha gullarni barcha turidan bor ekan. Uyingizga, do'koningizga, tadbirkorlik joylaringizga chiroyli gulxona qilib, odam shunda kirganda bahri dil ochadigan qilib qo'ysangiz bo'lar ekan mana. Ey, hozir o'zim ham bu yerdan o'zar bonus qilib berishadi. Bu yerda bitta yashiqda xudo xolasa uyga kirishga, yo'laklarga gul olib ketamiz ana. Manzil Jamashida ingichkani yo'lida kottejlardan o'tgandan chap qo'lda o'zlaring bilasizlar o'tganda shu parniklar bor ekan, bemalol kelib cheklanmagan miqdorda ekan bu yerda. Mana kamera o'rnatishlari boshlandi. Xudo xolasa bu yerga sipkartali o'zi kamera o'rnatib ishlab berib ketamiz. Kimda shunaqa tadbirkorlik obyektlari, katta kichik korxonalar bo'lsa, bizga bemalol aloqa chiqasizlar. Qo'ldan kelgancha borib kameralar o'rnatib, telefoningizga ulab ishlatib berib ketamiz. Sog' salomat bo'lasiz. Bemalol kameralar har doimgidek xizmatimizda.